Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahariga yetib kelganmiz. Eshonguzar mahalla fuqarolariga Xudo xolasa sizlar ko'rib turgan xuddi shu xonadonda qishga issiq bo'lish uchun isitish sistemalarini o'rnatib tugatib berdik. Xonadonimizga jami 10 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan uстановка qildik va o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli Nijniy Arena pastdan yonuvchi kat yo'limizni 15 kilovatli uстановка qilib berdik. Bu kat yo'limiz narxi sizlarga oldin aytib o'taman. Xo'p, bez utuplyonnigi 8 million 300 ming so'm, utuplyonni bo'lgani 9 million 300 ming so'm. Kat yo'limiz 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Ko'mirda sifatiga qarab, uyda teplizolyatsiyasiga qarab 10 soatdan bitta zapravka bilan 24 soatgacha juda ham chiroyli bo'lib yonib beradi. Bu eshigi esa ko'mir zapravka qilish uchun. Bu eshigi kat yo'limizni kullarini, shlak-plaklarini tozalash. Bu ruchkasi kat yo'limizni ichki tarafida ko'rib turibsizlar, mana cho'yan kalaslik bor. Mana shu yerda mana shiqlar orqali ko'mirda tuz otish deydimi? Tagini tozalash. Xuddi shu ruchka orqali bajariladi. Tozalash uchun xodi bor. Kat yo'limiz Nijniy Arena pastdan yonuvchi kat yo'l turiga kiradi. Bu kat yo'limizni bu eshigi teplanmeni bor. Kat yo'limizni yonayotgan issiqlik xuddi shu teplanmenilarga urilib, ilonzi bo'lib, keyin demaxod ko'riladi. Bu teplanmenida eshigi, teplanmenida tozalash tushgan qurumlar xuddi shu eshigiga tushadi. Bu eshigdan kunlarni bemalol olib tashlaverasizlar. Kat yo'limizda 85 vatli original ventilyatori bor va o'zini original maxsus miyasi bor, termostat. Sistemamizni samotok sistema qilib berdik. Suvda qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi va qo'shimcha ravishda plus 32 ga 6 sirkulyatsiya nasos qo'shib berganmiz. Endi sizlarga ko'pchilik savol beryapti, Nijniy Arena kat yo'limizni qana yoqamiz, qana nima qilamiz, zapravka qilamiz. Verniy Arenani kanalda kuzatib turgan bo'lsalar ham, zapravkalarni tozalashlarni hamma yo'g'ini qo'yyapmiz. Endi Nijniy Arenani ham keldi mana. Hozir Nijniy Arena kat yo'limizni sizlarga zapravka qilib, yoqib, to'liq sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir xuddi shu holatda bo'sh turibdi mana. Mayda-mayda xuddi shunaqa o'tinlardan solamiz. Mana sizlar ko'rib turgandek, xuddi shunaqa mayda o'tinchalarni soldik. Endi buni sekin tevasiga xuddi shunaqa mana cho'g' bo'ladigan o'tinlardan solamiz. 2 dona, 3 dona. Mana 4 dona cho'g' bo'ladigan zo'r o'tinlardan tashladik. Endi buni qog'oz tiqib, gugurt orqali xuddi shunaqa usulda yoqamiz. Mana kat yo'limizni yoqib oldik. Tayda eshigini ozgina qiyalatib pastlab yoqishdan oldin mana tevadan ko'rib turganlaringiz qattiq o'tinlarni solib qo'ydik. Yana solyapsiz. Xuddi shu sizlar ko'rib turgandek mana qattiq o'tinlarni soldik. Juda ham chiroyli bo'lib yonyapti. Zo'r bo'lib cho'g' bo'lgandan keyin ustiga ko'mir tashlaymiz. Videomizni kuzatishdan avval videomizga bitta like bosamiz.